Kechirasiz, sir. Hozir boshqa mijozlarga qarayapman, sir. FQB. Hoziroq ularga uzukni qaytaring, yo'qsa o'q uzishga majbur bo'laman. Qo'rqmang, hazillashyapman. Menda hatto qurol ham yo'q, lekin qurollangan Nima do'stlarim gap o'zi? Hozir hammasi oydinlashadi. Ularning o'ziga o'ng qo'lingizda. Sir, adashyapsiz. Mana o'zigimiz. Bu esa nusxasi. Bu qalbakimi? Sizlarni chalg'itib qimmatbaho uzukni arzon nusxaga almashtirib qo'ydi. Buni oddiygina olg'irlik deyishadi. Lekin hozir ahamiyati yo'q. Bu uzuk bungizniki emas. Undagi brilliant ham haqiqiy emas. Shu rostmi? Yo'q, albatta. Sizlarga o'zi bergan uzukni ko'zdan kechirgach, buvingizda qalbaki uzuk bo'lganini aytib, sizlarni qattiq ranjitgan bo'lardi. Keyin hech narsasiz qolardingiz. Bo'lmagan gap. Unda o'ng qo'lingizda nima borligini ko'rsam bo'ladimi? O'ng qo'lingizni ko'rsating, sir. Ana xolos.